Erta tug'ruq bu 22 haftadan to 37 haftaga oralig'ida bo'ladigan tug'ruqlar erta tug'ruq hisoblanadi va bularga sabablar turli bo'lishi mumkin. Bular qalqonsimon bezdagi o'zgarishlar, qon quyuqliklar bo'lishi mumkin. Ayolning shunchaki gormonal foni hali yaxshi rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Turli tuman infeksiyalar sabab bo'ladi va albatta stress. Hozir mana bugun mana qabulimga bir ayol bo'ldi. Hozir 24 yoshda, lekin hayz ko'rishni 19 yoshda boshlagan. 21 yoshda turmushga chiqqan bo'lsa, shu 19 yoshdan 21 yoshgacha 5 martagina hayz ko'rgan ekan. U ham har 6 oyda. Lekin turmushga chiqqandan keyin bilmadim, lekin homilador bo'lgan ekan. Lekin bu homiladorligi aynan erta tug'ruq bilan tugallagan. Endi nima deb o'ylaysizlar? Mana hayz ko'rishni boshlagandan keyin to homilador bo'lgungacha ko'p vaqt o'tmagan, ya'ni 2-3 yilgina vaqt o'tgan. Albatta bunday ayollarda gormonal foni yaxshi hali rivojlanmagan bo'ladi. Bachadoni, tuxumdonlari hali yaxshi ishlamagan bo'ladi. Bachadoni ham hamda bachadon bo'yni ham kalta yoki qisqa bo'lishi mumkin. Va buning oqibatida albatta nima bo'lgan? Ayolda erta tug'ruq bo'lgan. Lekin shu farzandi bor va hayz ko'rmasdan turib birinchi tug'rug'idan o'tib 7 oydan keyin ayol yana homilador bo'lib qoldi. Va menga hozir mana ikkinchi homiladorligida murojaat qildi. Chunki ayolda aynan qo'l suyaklarida og'riq bor, umumiy holsizlik bor, bosh aylanishlari bor. Ko'rsangiz ranglari siniq, juda ham charchoq holatda va ozib ketdim deb menga murojaat qilib keldilar. Analizlardan gemoglobin juda ham past, UZI tekshiruvidan homila ozgina o'sishdan orqada qolyapti. Ikkinchi darajali simfizit bor, ya'ni simfiz suyagini oraliqlari ochilishi 11 mm. Undan tashqari bachadon bo'yni kaltaligi bor. Mana shunday holatlarda nima deb aytamiz? Agar qizlarimizda hayz kechiksa, vaqtida borib ko'rsatish kerak. Qizlarimizni erta turmushdan asrash kerak. Turmushga chiqishdan oldin gormonal fonini tekshirtirish kerak. Bachadon, tuxumdonlarni UZI qilish kerak va albatta homiladorlik vaqtida ham vaqtida ko'rikdan o'tib, kerakli muolajalarni olib turish kerak. Ana shunda erta tug'ruqlarni oldini olgan bo'lamiz.